ئامېرىكىدا قانۇن قانداق ماقۇللىنىدۇ؟ Aptori doktor Memet. Aldı bilan ma'qullanmoqchi bo'lgan qonun loyihasi bir yoki bir necha kengash palatasi yoki avom palatasi a'zosi tarafidan parlamentga tanishtiriladi. Agar qonun loyihasi kengash palatasi a'zosi, ya'ni senator tarafidan tanishtirilsa, qonun loyihasiga baş harfi S bilan boshlangan nomer berildi. Agar qonun loyihasi avom palatasi a'zosi tarafidan tanishtirilsa, qonun loyihasiga baş harfi HR dan boshlangan nomer berildi. Bu Amerikada qonun ma'qullashning birinchi qadami bo'lib, bu nuqtadan keyin qonun loyihasi mayli oxir tasdiqlanib rasmiy qonun bo'lib ma'qullansin yoki yarim yo'lda rad qilinsin, arxiv bo'lib saqlanadi va Amerika tarixida tarix bo'lib qoladi. Har qanday qonun loyihasining qonun bo'lib ma'qullanish jarayoni jami 7 qadam bosqichni o'z ichiga oladi. Amerikadagi Uyg'ur kishilik huquq qonunining rasmiy qonun bo'lib ma'qullanish qadam bosqichlari. Birinchi qadamda 2019-yil 1-oyning 17-kuni Uyg'ur kishilik huquq qonun loyihasi Kengash palatasi a'zosi Marko Rubio tarafidan Kengash palatasiga tanishtirildi va bu qonun loyihasiga S-178 deb nomer berib rasmiy arxivlashtirildi. Ikkinchi qadamda 2019-yil 5-oyning 22-kuni Kengash palatasidagi Tashqi munosabat komiteti tarafidan tasdiqlandi. 3-qadamda Kengash palatasidagi 100 vakilning tasdiqlashiga suniladi. Agar 51 vakilning qo'llashiga erishsa, 4-qadamda Avam palatasidagi Tashqi munosabat komiteti tarafidan muzokara qilinadi. Agar tasdiqlansa, 5-qadamda Avam palatasidagi 435 vakilning tasdiqlashiga suniladi. Agar 218 vakilning qo'llashiga erishsa, 6-qadamda Kengash va Avam palatasi tarafidan o'rtaq muzokara qilinib, ikki taraf tasdiqlagan o'rtaq loyiha barliqqa keladi va prezidentga suniladi. 7-qadamda agar prezident qo'l qo'ysa, rasmiy qonun bo'lib ijro qilinadi. Bu qonunning keyingi bosqichlarining o'ngishli bo'lishi uchun biz nima qilishimiz kerak? Har birimiz o'zimiz turayotgan shtatlardagi vakillarga xat yozishimiz, ular bilan ko'rishib, ularga ahvolimizni anglatishimiz va ularning bu qonun loyihasini qo'llashini talab qilishimiz kerak. Men bu yozmamning oxirida Uyg'urlarga munosabatli uchurlar va parlament a'zolariga yozadigan xatning o'rnaklari va avatish usullarini qo'shib qo'ydim. Qiziquvchi qarindoshlarning tor betimdan ko'rib olishini umid qilaman. 2019-yil 23-may